Yoz kelishi bilan biz odatlanganmiz, ya'ni salqin ichimliklar, salqin mahsulotlarni yeyishga, lekin qandli diabeti bor bemorlar bu borada juda ham qiynalishadi. Ya'ni qaysi salqin ichimliklarni, qaysi o'sha mevalarni yeyishga juda ham qo'rqishadi. Bu videoni siz oxirigacha ko'rsangiz, ya'ni yozda qaysi mevalarni qandli diabeti bor bemorlar iste'mol qilishi mumkin, ya'ni oddiy misolda tarvuz bo'lishi mumkin yoki qaysi salqin ichimliklarni, bularni qandli diabetda bor bemorlar ichsa foydasi bormi, qanaqa zararli bor, buni oxirigacha ko'ring, sizga batafsil tushuntirib beraman. Birinchisi tarvuz. Tarvuzni qandli diabeti bor bemorlar aslida iste'mol qilsa bo'ladi. Buni glikemik indeksi o'rta darajaga kiradi, ya'ni qondagi qand miqdorini ko'tarishi boshqa o'sha mevalarga qaraganda farqlanadi. Faqat bunga talab bor. Agar siz tarvuz iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, qondagi saxaringiz miqdori normaga kelgan bo'lishi kerak. Deylik, misol uchun sizning saxaringiz 10-15 bo'lib turibdi. Siz tarvuz yemoqchisiz. Bunday holatda mumkin emas, chunki tarvuzda ham saxar ko'tarish va foizi bor. Bu foiz sizda agar norma bo'lib yurgan bo'lsa, bu ko'tarilishi sizda juda ham baland bo'lishiga olib kelmaydi. O'shaning uchun bunga talab birinchi navbatda qondagi qand miqdori normada bo'lishi kerak va bundan tashqari sizda siydik yo'llari infeksiyasi bo'lmasligi kerak. Chunki siz misol uchun ana tarvuz yegan vaqtingizda u juda ham ko'p sidirib va o'zidan glyukozani chiqarishi ham mumkin va sizda sistitni yana ham kuchaytirishi mumkin. Tarvuz mahsulotlarini bir yeganda siz juda ham ko'p yemasligingiz kerak. Bir yeganingizda o'rtacha 150-200 grammgacha tarvuz iste'mol qilishingiz mumkin. Bunda o'sha tarvuzga yana qo'shimcha kletchatkalar bilan yeyishingiz kerak. Chunki kletchatkalar bu o'sha tarvuzni tarkibidagi fruktoza bor, o'sha meva shakari, uni qonga so'rilish tezligini pasaytiradi. Muhim eslatma, agar sizda qoningizdagi qand miqdori va glikerenli gemoglobin 3 oylik saxar deydi, buni ko'pchilik biladi, yuqori bo'lsa, siz umuman tarvuz iste'mol qilishingiz mumkin emas. Bu tarvuz iste'moli faqat ko'pchilik remissiya fazasiga erishgan bemorlarga, ya'ni 3 oylik saxari, oddiy saxari normada bo'lib yurgan bemorlarga mumkin. Ikkinchi mahsulot bu muzqaymoq. Ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan va qandli diabeti bormi, yo'qmi, ko'pchilik yozda o'z esdan chiqarib qo'yadi-da, bemalol muzqaymoqlarni iste'mol qilishadi. Bu qandli diabeti bor bemorlarga o'ta xavfli hisoblanadi muzqaymoq. Chunki muzqaymoq tarkibida shakardan tashqari bu laktoza bor, ya'ni sut shakari bor. Sut shakari ham bu jigarda shakarga aylanadi. Sizda qoningizdagi qand miqdorini 2-3 baravarga yuqoriga oshirib yuborishi mumkin. Ya'ni bu muzlangan bo'ladimi, iliq bo'ladimi, qanaqa turidan qat'iy nazar, bu qondagi saxar miqdoringizni juda ham tez ko'tarib yuboradi. Tarkibida oddiy shakar va sut shakaridan tashkil topgan. Muzqaymoq bu glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlarga kiradi, ya'ni bu oshqozon ichakka tushishi bilan sraz bular qonga so'riladi va qoningizdagi saxar miqdorini bittada kosmosga olib chiqishi mumkin. Agar sizda qandli diabetingiz bo'lsa, ko'chadan umuman muzqaymoq iste'mol qilmang. Buni o'rniga siz uyda bemalol damashniy muzqaymoqlarni tayyorlab yesangiz bo'ladi va siz bunda tarkibiga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni siz unlarni oliy va birinchi sortdan qilmaysizda, past sortlarda ikkinchi sort yoki o'sha yuqoridagi videolarda aytgandek boshqa xil unlardan tayyorlashingiz mumkin va siz sut aralashtirmasdan o'rniga har xil shirin ta'm beruvchi bu stevia bo'lishi mumkin, alohida sotiladi. Diabetik do'konlarda, diabetik aptekalarda o'sha shakarni o'rnini bosuvchi mahsulotlar bor. Siz bulardan qo'shib bemalol uyda tayyorlab yesangiz bo'ladi va tarkibida sut bo'lmasligi kerak. Birinchi sort un va oliy sorti unlarni mutlaq chegaralaysiz va siz bemalol uyda o'zingiz marojniy tayyorlab yesangiz bo'ladi. Uchinchisi bu gazli ichimliklar va tarkibida shakar saqlovchi boshqa sharbatlar ham bo'lishi mumkin. Bular sizda qoningizdagi qand miqdorini juda tezlik bilan ko'tarib yuboradi. Bularning glikemik indeksi juda ham yuqori hisoblanadi. Bular muzlik ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, iliq ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar saxarni baravariga ko'tarib yuboradi bular. Bularni o'rniga siz magazinlardan bemalol zero turidan olishingiz mumkin. Qaysi ichimlik bo'lishidan qat'iy nazar, bularning tarkibida shakar bo'lmaydi va qoningizdagi saxar miqdoriga ta'sir qilmaydi. Va agar siz haqiqatan ham gazli ichimlikka juda ham talabingiz bo'ladigan bo'lsa,
bo'lsa, o'sha shakari bo'lmagan boshqa gazli ichimliklarni ichsangiz bo'ladi, lekin buni ham me'yor bor. Me'yorga обязательно e'tibor bering. Agar siz bu me'yorni e'tiborga olmasangiz, qoningizdagi qand miqdori juda ham baland bo'lib, sahrda asoratlar sizda tez rivojlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Va yana bir ichishingiz mumkin bo'lgan, uy sharoitida tayyorlashingiz bo'lgan suyuqliklar bor. Bu oddiy ko'k choy bo'lishi mumkin yoki oddiy qaynatilgan suv. Bularni ham sovutilgan holatda o'shalarni o'rniga ichsangiz bemalol bo'ladi. Haqiqatan ham u reklama uchun emas, o'zi rostdan ham shu gapni aytaman. Juda hattoki 27 gacha ko'tariladi sahrim. 2 kunda 5-4, 5-7 ga tushirib berdilar. Dushanba kuni Ibrat med klinikasiga undan oldin telefon qildim. Instagramda sahifalardan ko'rdim. Ilyosjonni anaqa davolagan nimalarini, odzivlarini eshitdim. Keyin telefon qildim Ibrat med klinikasiga. Dushanba kuni keladilar deb aytdilar qizlar. Qizlari ham juda muomalasi, endi bo'lib ham Komolaxonning muomalasi juda yaxshi ekan. Keyin o'sha qizning gaplariga qarab, keyin keldim. Yo'q, haqiqatdan ham nima deydi, muomala tarafdan ham, davolash tarafdan ham Ilyosjon juda ajoyib ekan, juda tarbiyaviy inson ekan. Ibrat med klinikasiga kelganda Ilyosbek yotib davolansangiz yaxshi bo'lardi opa deb aytdilar. Keyin o'zimga ma'qul ko'rdim. Keyin meni xonalar bilan tanishtirishdi. Mana bu xonaga xohlasangiz bu xonada yoting, xohlasangiz u xonada yoting deb aytdilar. Ajoyib ekan ovqatlari ham. Mana bu kasalingizga mos qilib ovqatlarni aytirar ekan vrachlarimiz. O'shanga to'g'ri qilib olib kelishar ekan. Hattoki dorilarni ichish vaqtlargacha mistra qizlarimiz kirib, xuddi o'zini opasiday qilib kirib, "Opa, mana doringizni ichib oldingizmi? Opa, mana buni 15 minutdan keyin ichasiz, mana 15 minutdan keyin ovqatlanasiz" deb mana shunaqa deb menga o'rgatib turdi. To'rtinchisi bu har xil sovutilgan desertlar va shirinliklar. Bularning tarkibida juda ham ko'p miqdorda glyukoza saqlaydi, ya'ni deylik bir necha qoshiqlab shakarsiz iste'mol qilasiz, oddiy tilda aytilganda. Bular sahringizni juda ham tez ko'taradi va bularning tarkibida kletchatka umuman yo'q. Bular sun'iy usulda olingan shakar hisoblanadi va sizda oshqozon ostibizga juda ham katta bu yuklama beradi. Shuni hisobiga insuliningiz juda ham oshib ketadi va keyinchalik sizda sahringizni naborat tushib ketishi ham kuzatilishi mumkin. Bu desertlarni siz umuman iste'mol qilmasligingiz kerak va обязательно bularni tarkibiga e'tibor bering. Tarkibida uglevodlarning miqdori juda ham ko'p yozilgan. Bu uglevodlar asosan tez o'zlashtirilgan uglevodlarga qaratilgan. Chunki bular yolg'on lazzatni tez beradi va o'ziga jalb qiladi. Hozir internetlarda har xil ma'lumotlar ko'payib ketgan. Qandli diabetda tarvuz iste'moli umuman mumkin emas deyiladi. Lekin mana ko'rdingiz, qandli diabetda tarvuz iste'moli va boshqa ichimliklar ham mumkin. Faqat albatta me'yoriga e'tibor berishingiz kerak va buni talabiga siz javob berishingiz kerak. Agar siz bu talablarga javob bersangiz, yoz mavsumida ham qandli diabet bo'lsa ham siz yuqoridagi maslahatlarga amal qilib, bemalol siz bu mahsulotlarni iste'mol qilib yurishingiz va sizda qandli diabetni asoratsiz yozda yaxshi o'tkazsangiz bo'ladi. Muhimi, biz aytgan yuqoridagi zararli mahsulotlardan uzoqroq yuring va sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Agar sizni qandli diabet bo'yicha qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. Bu videoni qandli diabeti bor bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.